Dunyoning ko'ngliga sen berding hayot, ruhingdan ona sharq yaraldi bayot. Kuylamoq shavqida mohir o'zingsan, hofiz o'zingdirsan, shoir o'zingsan. Jo'r bo'lgan insonga musiqa qanot, qo'shiqdan ko'ngillar bo'lg'usi bunyod. Qo'shiqda o'rtangan tilaksan, oshaq jumlai jahonga yuraksan, oshaq. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli yurtdoshlar. Assalomu alaykum kuy qo'shiq shaydolari. Keksa avlod vakillari o'rtasidan milliy musiqiy san'atga qiziqishni oshirish, maqom va milliy qo'shiqchilik an'analarini keng targ'ib qilish, ijodkor nuroniylarni qo'llab-quvvatlash,
avlodlar vorisligini ta'minlash va milliy qadriyatlarni mustahkamlash, mahallalarda ma'naviy muhitni yanada yaxshilash maqsadida tashkil etilgan Nuroniylar kuylaganda shiori ostidagi tanlovimizga xush kelibsiz. Aziz mehmonlar, qadrli do'stlar, bugungi tanlovni ochib berish uchun sahnamiz markaziga Nuroniylar jamoatchilik kengashi a'zosi Ahror Bahronovni hamda viloyat Nuroniy jamg'armasi raisi o'rinbosari Donoqul Toshboyevni taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum tumanimiz nuroniylari, aziz mehmonlar. Mana hozir boshlovchimiz e'lon qilganlaridek butun respublika bo'yicha davom etilayotgan Nuroniylar kuylaydi tanlov ko'rigining Samarqand tumanida o'tkazish uchun bu yerga jamlandik. Hammalaringizni xush kelibsiz deymiz. Mana bugungi tadbirimizda avvalo mana shu ko'rikni mazmun mohiyati va uning o'tkazishdan maqsad har tomonlama butun respublika bo'yicha o'tkazilayotganligi to'g'risidagi so'zni men viloyat Nuroniylar jamg'armasi rais o'rinbosari akamiz Donoqul akaga beraman. Marhamat aka. Assalomu alaykum, hurmatli tadbir qatnashchilari. Ushbu tadbir O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 22-yil O'zbekiston keksa avlod vakillarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 92-sonli qaroriga muvofiq o'tkazilmoqda. Nuroniy jamg'armasi respublika boshqaruvi bilan O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligining qo'shma qarori qabul qilindi. Mana shu Nuroniylar kuylaganda ko'rik tanlovini mana 1-iyuldan 15-iyulgacha tuman va shaharlar bosqichlari o'tkaziladi. Oyning 2-yarmida viloyat bosqichi o'tkaziladi. Mana tuman shahar bo'limi g'oliblari viloyatga ishtirok etishadi. Viloyat g'oliblari poytaxtdagi ko'rik tanlovda ishtirok etishadi. Endi aziz do'stlar, oldingi yig'ilishlarimizda men qayta takrorlaganman. Har qanday sharoitda ham mana milliy qadriyatlarimizni, milliy urf-odatlarimizni saqlab qolish bugun dolzarb muammo. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bu mana ommaviy madaniyat deydi. Shu normalarga hisob bilan kirib kelyapti-da hayotimizga. Mana Yevropada, Amerikada ommaviy madaniyat milliy qadriyatlarni, diniy qadriyatlarni izdan chiqardi. Mana endi ochiqini aytadigan bo'lsak, tug'ilish bittaga bitta ham to'g'ri kelmaydi. Mana o'tgan asrning 80-yillarida Angliyada tug'ilish -0.01 edi. Endi tasavvur qilavering. Mana yoshlar 30-40 yoshgacha turmush qurmasdan dunyoni namoqchiligini qilib 40 yoshdan keyin ikkita dugona. Bittasi ikkinchisini yaxshi ko'rib, ikkinchisi erkak yigit bo'lib olib turmush quryapti. Yoki ikkita yigit, bittasi qiz bo'lib olib turmush quryapti. Mana shu Jorj Betkinen degan Richard Nixonni, Reagan'da haligi maslahatchisi bo'lgan shuni G'arbning o'limi degan kitobi bor-da. Juda qattiq tanqid qilgan shu Yevropadagi ommaviy madaniyatga ta'sirini. Yaqinda respublikada bir taniqli rektor televizorga chiqib, ijtimoiy tarmoqqa chiqib, O'zbekistonda tug'ilishni rejalashtirish kerak deyapti. Mutlaqo noto'g'ri bu gap. Mana bizlar bolaligimizda har bitta oilada 8 ta, 10 ta, men raykomda ishlaganda bir oilaga borganman, 18 ta farzandi bo'lgan. Hozir 3 ta, 2 ta normal ekan. Endi shuni ham yo'q qilmoqchimizmi? O vaqtda millat sifatida yo'q ketamizmi? Xudo beribdimi? Har mayli
hozir sharoit bor, boshqa bor. 4ta 5ta farzand oilaga ko'plik qilmaydi. Endi mana yaqinda Narpay tumanida qo'shaqari saodatini o'tkazdimda. Boboy 85 ta, momo 80 da. Endi boboyga so'z berdik. Endi onaxonam bir og'iz gapirsin desak, shunday boboyga qarayapti-da bo'ltirib. Gapiring ona, gapiring, yo'q yana boboyga qaraydi. 80 ga kirgan onamizga qarang, haligi ta'sirlanib ketdim-da men. Mana bizni qadriyatlarimiz qanaqa? Mana ertalab bozor vaqti chiqib oqsoqol ko'chaga qarang. Kelinimiz, qizimiz chiqib ko'cha supuryapti. Atrofda hech kim yo'q. Bitta qo'li bu yerda, ikkinchi qo'li supurgida. Bu qadriyatlarimizni oldinga topib bo'lmaydi. Nima uchun buni saqlab qolmasligimiz kerak? Endi xohlaymizmi, xohlamaymizmi, mana mahallada ijtimoiy ma'naviyatlik muhitni yaxshilash, mahallani jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish, ajrimlarni oldini olish bo'yicha juda ko'p yig'ilish qilyapmiz. Yaqinda mana Saudiya Arabistonda bo'lganimda mufti hazratlari bilan suhbat qildik. 15 ming odam hajga boradi deydi. 100 ming, 120 ming odam umraga keladi deydi. Hech bo'lmasa o'sha hoji otalarni, hoji onalarni oilalarida ajrim bo'lmasa, jinoyat bo'lmasa deydi. Afsuski jinoyat bilan ajrim kamaymayapti deyapti. Nima uchun? Yangi milliy qadriyatlarimizni yo'qolib borayotganidan kelib chiqyapti bu. Endi mana milliy qo'shiqchiligimiz haqida, maqom haqida fizikada tebranish qonuni bor-da. O'sha tebranish qonuniga tushmaydigan har qanday kuy qo'shiq odamning ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatar ekan. Endi Xudoning qudratini qarang. Bizning maqom qo'shiqchiligimiz, milliy qo'shiqchiligimizning kuylari o'sha fizikani tebranish qonuniga tushar ekan. Ana bu Xudoning mo'jizasi. Shuning uchun milliy qo'shiqlarimizni, milliy maqom qo'shiqlarimizni shu targ'ib qilish, yoshlarni ongiga singdirish. Hozir to'yga boring, 99% estradachi. Buni 100 tadan 99 tasi meni kechirsin. 100 tadan 99 tasi jonli ijroda qo'shiq ayta bilmaydi. O'sha iqtidorsizligini, qobiliyatsizligini yashirish uchun bu mag'ir sharmanda kiyimlar bilan chiqyapti. Mazmun, mohiyatga ega bo'lmagan qo'shiqlar bilan chiqyapti. Men bir 30 yildan beri kuzataman. O'sha Berta Davidovadan boshlab qaq tanqid qilyapti estradani. Kundan kunga kuchaysa kuchayadiki, estrada kamaymaydi. Shuning uchun endi hozir mana muhtaram prezidentimiz estrada institutini ochdi, oliygohini, estrada to'g'risida qaror qabul qildi. Botir Zokirovning nomini men uni endi estradani butunlay yo'qot demoqchi emasman. U ham shu milliy qadriyatlarimizga, urf-odatlarimizga, xalqimizning ruhiyatiga mos qo'shiqlar bilan chiqsin, marhamat. Mana yaqinda bittasi ijtimoiy tarmoqqa chiqibdi, taniqli aktrisamiz. Uyat, shunaqa uyat gapki, ko'rgani uyalasan. Qo'lingizdagi tormi desa, uyat gap bilan javob beryapti. Bu estrada bo'ldi menda. Shuning uchun aziz do'stlar, iloji boricha endi mana bu qo'liga tor olib, maqom qo'shiqlarimizni, milliy qo'shiqlarimizni himoya qilishimiz kerak, eshitishni yo'lga qo'yishimiz kerak. Mana Rahmatjon Qurbonov degan o'tdi 61 yoshda aytayapti, 15 yil mobaynida men Lazgi Azzabining rahbariman deydi. Na mustaqillik bayramiga, na deydi Navro'z bayramiga bizni taklif qilmaydi deydi. Chunki estrada yo'l bermaydi. Shuning uchun mana bugungi tadbirni o'tkazishdan maqsad avvalo buni yoshlarimizni ongiga singdirishimiz kerak. Maqom qo'shiqlarimizni, milliy qo'shiqlarimizni uyda ham shuni tinglashga e'tibor qilishimiz kerak. To'ylarga ko'proq mana bu qo'lida tori bor odamlarni
o'sha mana shu qo'liga tor ot qo'shiq aytayotgan buyuk san'atkorlarimizda odamiylik ham osmon qadar. Mana Jo'rabek Murodov, Kamoljon Otaniyozovni 100 yillik yubileyiga kim necha kun ehtirom qilib yurdi. Masalan, hozir Jo'rabek Murodovni chiqqaniga sahnaga o'sha Rahmatjon Qurbonov, mana Ortiq Otajonov chiqqaniga necha yil bo'ldi. Biror marta bir urf odatimizga, qadriyatimizga ta'sir qiladigan kiyimda chiqib yo bir noma'qul qo'shiq aytdimi? Yo'q. Bugungi tadbirdan maqsad to'g'ri. Haligi maqsad yoshlarimiz nuroniylarimizga ergashadi, bobolarga, otalarga havas qiladi. Buni ertaga televizorga ko'rsa, maqsad takror aytaman. Yoshlarimizni mana bu yerga singdirish. Mana bugungi ko'rik tanlov ishiga muvaffaqiyat tilayman. Mana muhtaram jurilarimiz o'tiribdi. Bu kishilarning ishiga ham omad tilaymiz. Halol pokiza baholab yetta viloyatda, respublikada o'rin olishga imkon yaratingizlar. Hamda barcha qatnashchilarga muvaffaqiyat tilaymiz. Sog' salomat bo'lingizlar. Katta rahmat. Katta rahmat sizga. Aziz do'stlar, hamma gapni do'noqlarga aytdilar. Faqat bu yerda sizlardan iltimos, sizlarning qarsaqlaringiz, sizlarning diqqat bilan mana shu qo'shiqlarni tinglashlaringiz mana bugungi tadbir ishtirokchilariga juda quvvat bo'ladi. Mana xuddi do'noqlarga aytganlaridek shu tadbirga tanlovda ishtirokchilariga muvaffaqiyat tilayman. Sizlarga a'lo kayfiyat yo'q bo'lsin. Ko'rkali husning nizoru mubtalo bo'ldim senga. Ne baloliq kun edikim, oshno bo'ldim senga. Har qachon dedimki kun-kundan uzay sendin ko'ngil, vahki kun-kundan batarrak, mubtalo bo'ldim senga. Men qachon dedim, vafo qilg'il menga zulm aylading, sen qachon deding fido bo'lg'il, fido bo'ldim senga. Qay pari paykarga dersin, telba bo'ldim bu sifat, ey pari paykarni qilsang qil, senga bo'ldim senga. Ey ko'ngil, tarki nasihat ayladim ovvora bo'l, 100 balo yetmaski men ham bir balo bo'ldim senga. G'ussa changidin navoyi topmadim ushoq aro, to navoiyidek asiru benavo bo'ldim senga. Aziz mehmonlar, qadrli yurtdoshlar, ana endi barchangizning ruxsatingiz ila sahnamiz markaziga bugungi tanlovning tuman bosqichida ishtirok etuvchilarimizni taklif etamiz. Marhamat, Akbar Po'latov Talabarzuy Bolo mahallasidan. Marhamat, sahnamizga taklif etamiz. Ma'murxon Ochilov, O'rtashiq mahallasi. Sarhat Rofiyev, Sho'rboycha mahallasi. Akmal Shodiyev, Talabarzuy Poyon mahallasi. Rabbim O'lmasov, Angarolmos mahallasi. Hamda Olim Po'latov, Mo'lyon mahallasi. Ishtirokchilarimiz bilan tanishib oldik. Ana endi tanlovning shartlari bilan tanishtiramiz. Ishtirokchilar sahna ko'rinishi yoki slayd orqali o'z hayoti va faoliyati haqida 3 daqiqagacha tanishtiruv ma'lumotlarini taqdim etadilar. Bu birinchi shart. Ikkinchi shartimiz maqom yo'nalishidagi ijro deb nomlanadi. Har bir nafar ishtirokchi maqom yo'nalishida ijro etadi. Ijro muddati 4 daqiqagacha. Hakamlar hay'ati a'zolari bilan tanishib o'tamiz. Hakamlar hay'ati raisi Buyuk Turon xalqaro jurnali bosh muharriri Normurod Karimzoda. Hakamlar hay'ati a'zolari viloyat madaniyat boshqarmasi mas'ul xodimi Akmal Akramov.
Tuman madaniyat bo'limi Shashmaqom xalq ansamblining badiiy rahbari Fozil Ochilov. 69-son madaniyat markazi badiiy rahbari Bahodir Rizoqulov. Viloyat Nuroniy jamg'armasi raisi o'rinbosari Donoqul Toshboyev. Mana aziz mehmonlar, biz ishtirokchilar bilan ham, shartlar bilan ham, hakamlar hay'ati a'zolari bilan ham tanishib oldik. Ana endi navbatni birinchi shartga beramiz. Demak, birinchi shartda birinchi ishtirokchimiz Akbar Po'latov Talabarzuy Bolo mahallasidan o'zlarini tanishtiradilar. Assalomu alaykum. Qadrli tanlov ishtirokchilari va qadrli mehmonlar. Men Po'latov Akbar Talabarzuy Bolo mahallasida 1956-yil 10-aprelda tug'ilganman. Men asli men san'atkor emas, havaskor. Shu yoshlikda bir nima bor edi, shavq bor edi, qiziqish bor edi. Shuning uchun keldim bu yerda sahnaga. Birinchi chiqishim sahnaga. Nasib bo'lsa endi asli maqsad o'zi ishtirok etish. Kelgancha Bayot 3 maqomini ijro etib beraman. Navoiy g'azali bilan yozilgan. Xalq kuyi. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum aziz shundavandalar, san'at shaydonlari. Bugungi mana bu anjumanimiz nuroniylar kuylagandi degan anjumanga xush kelibsizlar. Avvalambor sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugun qo'limizdan kelgancha shu san'atimizni, o'zbek san'atimizni dunyoga yoyishga ozgina bo'lsa ham o'zimizni hissamizni qo'shish uchun mana bugun sahnada turibmiz. Men asl ismim Mahmud. Meni taxallusim Ma'mur Ochilov. O'rtashiq mahallasida istiqomat qilaman. 58-yil 13-iyunda tug'ilganman. Shu san'atga yoshligimdan san'atga qiziqib kirib keldik. Mana ustozim Fozil Ochilov o'tiribdilar. Mana shu bugun qo'limizdan kelgancha sizlarga shu o'zimizni qo'shig'imizni taqdim qilishga ruxsat beringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Do'stoni aziz, avvalambor assalomu alaykum. Maylim to'chak gapirsan. Mana mahallaba dunyo bo'yidagi albatta man Rofi Sarhat anamja chanta ustozo Xudo rahmati ustozim tog'am o'g'il tarafdan anja Fozil bo, Jo'raqul bobo man az hamino yod gifta man ba tog'oliya yod ekan man imroz ashuri dugo ashurisha qondim ekan shunga ana ishtirokchi ham bu omad salomat do'stlar. Assalomu alaykum. Hurmatli otaxonlar, onajonlar, hurmatli murabbiylar, hurmatli nuroniylar. Avvalambor mana shu ansamblimiz nomidan hammalaringizga salom, xush ko'rdik deb aytamiz sizlarga. Hamma vaqt mana shunaqa bardam baquvvat yuringlar, mana shunaqa konsertlarda nuroniy bo'lib, mana nuroniylarni qo'shiqlarini eshitish hammamizga nasib qilsin, didor ko'rish nasib qilsin. Maftunqulning bir she'ri bor. Qariganda ketar belning quvvati, yigitlikning zo'ri bizga memondir. Men nuroniylarni hech vaqt qari demayman. Bular yigit. Mana shu yerga keliblarmi? Hamma Xudo sizlarga quvvat bersin.
mana shunaqa diydor ko'rish nasib qilsin. Men Akmal Shodiyev Talbarzi Poyon mahallasining Bog'ikillo qishlog'idan 1960-yilda tug'ilganman. Mana Akbar akam aytdilarki, yoshligidan deb mana shu Akbar akamni san'atlarini ko'rib, mana ustozimiz Fozilxonni san'atlarini ko'rib, shularga qiziqib, yoshligidan bir tadbir qilib, Dushanbe shahrida san'at institutini bitirib, mana kelib xalqimizga xizmat qilib yuribmiz. Qolaversa faqat umrimiz konsertdan o'tgan, institutdan keyin 3 yil filarmoniyada ishlab, ko'p shaharlarga borib konsertlar berganmiz. Undan keyin armiyaga borib, Afg'onistonga xizmat qilib, Afg'onistonda ham askarlarga konsert berganmiz. 1999-yil dadam bilan hajga borib, o'sha yerda ham Samarqandlarga konsert berganmiz. Bitta ruboq topib, umrimiz san'at bilan faqat mana o'tyapti. Men nima deyman, mana shu bugungi diydor ko'rish sharafiga muyassar bo'lib, sizlarga mana ustozdan, Fozilxondan o'rgangan Ko'chabog'i 2 maqomni sizlarga aytib beramiz albatta. Hammalaringiz salomat bo'linglar. Assalomu alaykum mehmonlar aziz. Xush kelibsizlar. Nuroniylar. Men O'lmasov Rabbim. Angaralmos mahallasiga tug'ilgan 57-yil. Kasbimni aytsam, mana bu hofizlar hamma biladi, men milliy asboblar yasayman. Tambur, dutor, tor. Haligacha shu ishimni davom etaryapman. Endi men ham taklif qildilar bu yerga. Siz ham bitta ashula ayting deb o'sha Kamoliddin akaning Nargiz degan qo'shig'ini aytib beraman sizlarga. Xush kelibsizlar. Bu yerda yana bitta men nuroniylar haqida she'r aytmoqchi edim. Ustoz Tursunzoda she'rlari Pirho nuroniyho girdi jahon ro zindagi gardidand. Garmu sardu neku badro khub ham sanjidand. Hurmati nuroniyho namo az javoni bas manoz donki nuroniyho niz ayyomi javoni didand. Avval javon bo'lishsin. Navbatda ikkinchi shartga beramiz. Sahnamizga Ma'murxon Ochilovni taklif etamiz. Marhamat. Qo'shiqnomni o'zingiz aytasiz. Qo'shiq nomi Bayot To'rt. Endi shuncha qo'shiqlar aytib yurganimizni shuni birinchi marta aytyapman men. Shu qo'shiqni birinchi marta aytyapman. Hozir qo'limdan kelgancha shuni sizlarga taqdim qilmoqchiman. Gülüşeni
için Yardan tartamadan Görmedim yani Ağyarsın Bilmeniz bakar yana Ey babam Sevdim bu arartasın Demak, ikkinchi shartimiz davom etadi. Shu o'rinda hakamlarimizga bir narsani alohida eslatmoqchi edik. Ijro muddati 4 daqiqagacha deb belgilangan nizomda mana shuni albatta inobatga olasiz degan umiddamiz. Sahnamizga esa Akmal Shodiyevni taklif etamiz. Talabarzuy Poyon mahallasi. Shashmaqon namunalardan ko'cha bog'i 2 Navoiy yozildi. Ey sarvinaz gülşeni bağlı malahati ve gül uzar mahveşi sar hamati Lalin kabasum etiyor canim asirdir vay şeker savingim tuti kabir yok halavatına ay yavrum
Mavklim, huzurlim, tahir betav, atima, vaya. Hüsnin gücüm, vasida bana, çekip, filana, vaya. Çumanan derip, etip hüküm, yıkavutma. Halk izlerimim kıygam yetkur tagirdi bağ Kolgay hanız baqi çeker va nadamati Navayin çektir ağabeyiz kâra şayet kibulay bir kıyım yerine hikam yakınma Amcama. Sahnamizga navbatdagi ishtirokchimizni taklif etamiz. Akbar Po'latov, Talabarzuy Bolo mahallasi. Qadrli qatnashchilar, nuroniylar, men Akbar Po'latov Bayot uch Navoiy bilan bastalangan qo'shiqni aytib bermoqchiman. Xalq kuyi.
Tashakkur deymiz va sahnamizga navbatdagi ishtirokchimizni taklif etamiz. Marhamat, Rabbim O'lmasov, Angaromos mahallasi. Assalomu alaykum. Nuronelar, xush kelibsizlar. Shu Hoji Kamoliddin aka Rahimovning qo'shiqlariga men muxlisman. Bitta ikkita qo'shiqlarini aytib turaman. Bugun endi menga Nargizni aytib berasiz deb tayinlagan Nargizni aytib beramiz. Kızın oldu götürüp surati becan Nargiz Göğe taptı çemen sevri firavunun haberi Foş ettiler ki çekilişende çaran Nargiz
Gerçi gülzarga bordur sebebi ziyneti zayn. Sen bilen gülmedi bir şemi şebistan Nergiz. Her gece gülşenin önüyle ki fanusi hayal. Hoşetler her gece gülşen de çağlar Nergiz. Oh Nergiz. Haber olmaysa Nergiz. Haber olmaysa Nergiz. Taşlaşan o gözüge zülfünü sümbül yağlı. Kurban bulsun hani zor perişan Nergiz. Lali can bakşir rüyram kamil gel. Demak, sahnamizga navbatdagi ishtirokchimizni taklif etamiz va undan oldin albatta barcha tomoshabinlarimizdan alohida bir narsani iltimos qilgan bo'lardik. Qo'shiq ijro etilayotgan vaqtda albatta gaplashmasdan tinchlik saqlab o'tirishni. Sahnamiz markaziga navbatdagi ishtirokchimizni taklif etamiz. Marhamat, Sarxat Rofiyev, Sho'rboycha mahallasi. Qo'shiq ashula nomini ayting. Hari Bahar
Hoşti dalam şehru çemenlerini lalesi yavrum Yettim degende adani buzmar vay ki Sahnamizga navbatdagi ishtirokchimizni taklif etamiz. Marhamat, Olim Po'latov, Mo'lyon mahallasi. Assalomu alaykum aziz hurmatli vatandoshlar, yurtdoshlar. Mana bugun sizlar bilan diydor ko'rib turishish men uchun katta bir baxt. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilayman. Qolaversa, Samarqand tuman, Samarqand viloyat Mo'lyon mahallasiga tug'ilib katta bo'lganman. Bundan oldin yoshlikda oldimizda bir 6-son madaniyat uyi bor edi. Shu yerga men shu qiziqib san'atkor bo'lgan. Ustozimiz mana o'zlariga ochilib o'tiribdilar. Ko'p saboqlarni men shu kishidan olgan. Bu kishidan keyin o'rta otajonlikka borib shogird tushganman. Hammalaringiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shundaqa tadbirlar ko'p bo'lsin. Sizlar bilan diydorlashish hamma nasib yursa aylagan bo'lsin. Sog' bo'linglar. Qolaversa, mana bugun men Xorazm maqomlaridan Talqini Navo, Komiljon Talqini shuni aytib beraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. içmedim sırrı gülen dağ
Jamoaviy ijro Alisher Navoiy va Amiri g'azallaridan Popuri ham Hoji Abdulaziz Abdurasulov musiqasi ijro etadi. Ishtirokchilar, ya'ni jamoa. Oh,
Albatta hakamlar hay'ati a'zolari ballarni hisoblagunga qadar sahnamizga san'atsevar nuroniy birinchi darajali mehnat faxriysi nishoni sohibi Tolib Mahmudovni taklif etamiz. O'zlarining albatta dil niyatlarini, dil izhorlarini taqdim etar ekanlar. Marhamat. Assalomu alaykum. San'atsevar xalqim, aziz mehmonlar, sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun maqom kuni bo'lyapti. Maqom degani nima degani? Maqom degan so'z qayerdan olingan va qanaqa tarixi bor, shuni ozgina bo'lsam aytib beraman. Men san'atsevarman, san'atshunos emasman, uzr sizlardan. Maqom degani arab tilidan olingan bo'lib, manzil, makon degan so'zni bildiradi. Maqomni 10 tadan ziyod o'zagi bor. Birinchi o'zagi parda bilan ovoz bo'ladi, ikkinchisi albatta musiqa bo'ladi. Maqom 13-17 asrda yaqin sharqda paydo bo'lib, qarib 150-160 yil oldin O'zbekistonga, O'rta Osiyoga kelgan. 160 yil oldin mana shu Shashmaqom bo'lib Buxoroga kelgan. Buxorodan keyin Xorazmga Shashmaqom bo'lib borgan, keyin Vodiyga borgan. Demak, O'zbekistonga 3 ta yo'llanish bo'yicha Shashmaqom bor. Buxoro yo'li, Xorazm yo'li va Vodiy yo'li albatta hisoblanadi. Shashmaqomni ko'p ulug' insonlar ijro qilgan, e'tibor bergan, 200 tadan 250 tadan ko'p qo'shiqlar mavjud. Shashmaqom degani faqat qo'shiq aytish emas, surnay Shashmaqomi bor, nay Shashmaqomi bor, hattoki teatr Shashmaqomi bor. Mana O'zbekistonimizga Farg'onaga paydo bo'lgan. 2017-yilda muhtaram prezidentimiz Shashmaqomga katta e'tibor berib, Shashmaqom markazi, Shashmaqomda alohida ansambl tashkil qildilar. Hammalaringiz ko'rdilaringiz, bilasizlar. 2008-yilda xato qilmasam, Shashmaqom UNESCOning ro'yxatidan joy olgan. 20-yili muhtaram prezidentimiz O'zbekistonga Shashmaqom institutini tashkil qildi. O'sha institutning nomini Yunus Rajabiy nomiga berildi. Yunus Rajabiyni hammalaringiz taniysizlar, u kishi akademik, albatta Hoji Abdulaziz Abdurasulovning shogirdi bo'ladi o'da. Bir necha yil oldin mana shu Samarqandga ijod qilgan, Hoji Abdulaziz bo'dan ta'lim olgan, dars olgan, mana bugun butun dunyoga mashhur va ma'lum. Har yili 2 yilda bir marta O'zbekistonimizga Shashmaqom bo'yicha festival bo'ladi, ko'rik bo'ladi, tanlovlar bo'ladi. Buni hammalaringiz mendan yaxshi bilasizlar. Men juri a'zolaridan, Normurod aka sizdan, mana shu tashkil qilgan rahbariyatdan avvalo uzr so'rayman. Men prezidentimizning 23-yil 11-martga chiqargan farmon qarorlarini o'qidim. O'sha yerda 3-bob 11-bandiga aytib o'tgan. Tanlovda faqat xalqdan chiqqan, san'atga buncha yaqin bo'lmagan, san'at orqali mashhur bo'lmagan, san'atning ma'lumotini olmagan insonlar ishtirok qilsin degan. Bugungi tanlovga mana 6 kishi ishtirok qildi. Hammalari yaxshi, hammalari ukam, jo'ram bo'ladi, hurmat qilaman. Yaxshi qo'shiq aytib berdi, lekin ko'plari oliy ma'lumotli. Maxsus shu institutga o'qigan. Ba'zilari shu tumanimizga, madaniyatga ishlaydi. Ularning qatnashishi shart emas edi, lekin men ham bilmadim, uzr sizlardan. Mani nazarimda faqat 2 kishi. Xalqning ichida to'ylarga yurmasdan, ularni hammasi har kuni to'yga ko'rib turibmiz-ku. To'g'rimi, to'g'rimi? Shuning uchun baho berishga shuni hisobga olinglar. Sizlarga katta rahmat. Cholg'uchilarga katta rahmat. Juda yaxshi nima qildilaringiz. Ana omon bo'linglar, rahmat sizlarga. Assalomu alaykum. Shu nuronlar kuylaganda mana shu bugungi ko'rik tanlov tumanimiz bosqichida mana bo'lyapti. Kelganlaringiz uchun katta rahmat. Bu yerga Tolbakamning gaplariga jon bor.
haqiqatan ham dasturga endi 60 yoshdan oshgan ayollar bo'lsa 55 yoshdan oshgan holatda qatnashishi mumkin degan. Taniqli nimalar ham bo'lgan. Endi gruppani yig'ishni o'zi bo'lmadi. Muhlat ham kam bo'ldi. İşçilik xatolar bo'ldi, nima qildik. Bu tanlovga maqsad nima? Maqsad mana shu kelajak avlodga maqom, shash maqomni, mumtoz, klassik qo'shiqlarni targ'ibot qilish. Yoshlarimiz ko'rsin. Mana shu maqsad bu. Prezidentimizning maqsadi shunaqa. Ana shu endi kechirasizlar yo'q bo'lib boryapti-da mana shular. Hattoki to'ylarga ham ijro etilmayapti. Shuning uchun ilgari bor edi bizlar mana yoshligimizda maqom o'qiydiganlar, maqomchilar bor edi. Hozir mana shuni yana qaytadan yana shu narsani targ'ibot, ya'ni nima? Ommaviy qilish maqsad mana shu. Xudo xolasa viloyatgacha yana muhlat bor. Xudo xolasa bundan ham yaxshi chiqish qilamiz. Katta rahmat kelganingiz uchun. Salomat bo'linglar, hali davom etadi. Konsert davom. Endi o'zlaring bilasizlar, baholash juda qiyin. Ozgina shovqin bo'lyapti. Biz yurek a'zolarimizni boshqa xonaga o'tishga rozilik berdik va maslahat qilgandan keyin kelib o'zlaringda ollaringizga bahoni berishadi. Haqiqatan Ostolib aka bir gapni to'g'ri e'tirof etdilar. Endi bu ilk marta o'tkazilayotgan ko'rik tanlov Samarqand tumanida. Tajribamiz bunga uncha ko'p emas. Albatta joylarda talantlar juda ham ko'p. San'at sevarlar tarkibida. Va o'ylaymanki, bugun juri a'zolarimiz buni hammasini inobatga oladi. Nizomda ham yozilganki, o'sha xalqdan chiqqan neprofessional. Shuning uchun oramizda endi aka-ukalarimiz bor bu yerda, lekin sahnaga ularni qo'llab-quvvatlash ham kerak-da. Shuning uchun sizlarni ham zeriktirmaslik uchun ko'plarini taniysizlar. Men o'ylaymanki, bugungi juri a'zolarimiz hammasini inobatga oladi. Men o'ylaymanki, bugungi tadbirimiz juda chiroyli o'tyapti. Men hammangizga yaxshi bir kayfiyat tilayman. Hozir madaniyat bo'limidan bitta qo'shiq ijro etilishini iltimos qilaman, chunki juri a'zolarimiz maslahat kelgunga qadar. Marhamat.
o sonu yok. Ne mekan, ne manzilim var. Yar senden eğriyim. Ne mekan, ne manzilim var. Yar senden eğriyim.
olmayan suyun kadrini nabersin. Taşlanıp çölde kalmayan suyun kadrini nabersin.
Kuchovoz xonandamiz, tadbirkor hamda san'atsevar do'stimiz akamiz Akbar aka Po'latov bugun Shashmaqom kuni maqom qo'shiqlardan Nasrulloyni ijro etib beradilar. Marhamat Akbar aka.
Assalomu alaykum aziz va muhtaram do'stlar. Bugungi tanlov tom ma'noda mazmun mohiyati jihatdan mutlaqo bir hammaning kayfiyatini oshiradigan, ham ma'rifat bor, ham san'at bor, ham halovat bor. Shunday tanlov bo'ldi. Nuroniylar kuylaganda degan tanlov bu birinchi yilda o'tyapti, Said Sobirovich, birinchi bor. Lekin o'tgan 10 yil ichida nuroniylarning turli qirralarini, iste'dodlarini ochib beruvchi tanlovlar chiqdi. Xabarlaringiz bo'lsa, shaxmat sohasida ham bor, kurash sohasida ham bor, san'at sohasida va boshqa yo'nalishlarda nuroniylarimiz o'zini jamiyatdagi o'rnini har tomonlama topib olyapti. Mana bugungi tanlov haqiqatan ham o'tirib biz azob cheksak kerak, bugungi tanlov bizni azob bersa kerak deb kelsak, yo'q. Tomonida huzur halovatda o'tirdik hammamiz ham. Bir-biridan go'zal qo'shiqlarni tayyorlagan g'azallarni men ta'lim qilib chiqsam, 6 nafar chiqqan ishtirokchilarning 3 tasi Navoiy g'azallaridan maydon elga, xalqqa bizga in'om etdilar. 3 ta g'azallarini turli ohanglarda, turli uslublarda bizga yetkazdilar. ikkitasi bugungi adabiyotimizga mansub, mana Sobir Abdullo bilan Komil, ana u Nargis. Ular hozirgi she'riyatimizning eng ajoyib namunalarini qo'shiqqa aylantirib chiqardilar. Umuman she'rni jon beradigan, parvoz beradigan hofizlar. Bu Nodira begimdan g'azal chiqdi. Mana 6 nafar jami mana shunday sahnamizni bugun nihoyat darajada to'lqinlantirib keldilar. Men barcha qatnashgan ishtirokchilarimizga omad tilayman. Hozir meni to'ldiradigan bu yerda viloyat madaniyat boshqarmasida mutaxassis do'stimiz kelgan, marhamat, so'z sizga. Keling. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli mahalla ahli, mana shu deyilgan san'at shaydolari, mana bugun nuroniylar kuylaganda ko'rik tanlovini zo'r ishtiyoq bilan tinglab tomosha qildik. Hozir hakamlar hay'ati, endi men ko'p gapirmoqchi emasman, hakamlar hay'ati bir qaror bilan mana shu nimaga kelishdilar. Birinchi o'rin maqom yo'nalishi bo'yicha Akbar Po'latovga. Milliy bunday chiqing, bunday chiqing. Mana bular. Said Sobirovich. Har xil deb aytgan edimdagi bir xil bo'ldi. Milliy qo'shiqchilik bo'yicha birinchi o'rin
Ma'murxon Ochilovga. Rahmat. Sağ olun. Sizlarga ham rahmat. Maqom yo'nalishi bo'yicha ikkinchi o'rin Olim Po'latovga. Milliy qo'shiqchilik yo'nalishi bo'yicha ikkinchi o'rin Akmal Shodiyevga. Tabrik. Katta rahmat. Maqom yo'nalishi bo'yicha uchinchi o'rin Sarhad Rofiyevga. Milliy qo'shiqchilik bo'yicha uchinchi o'rin Rabbim O'lmasovga. Madaniyat vazirligining ekani Akmal aka Akramov. Rahmat. Sozandalarimizga tashakkurnomalarimiz bor. Demak, Avaz Burxonov tashakkurnoma bilan taqdirlanadilar. Jamshid Ahmedov, Zokir Hasanov, Shavkat Boqiyev, hamda jamoa rahbari Ochilov Fozil aka. Xo'sh, xuddi shunday mazmundagi tashakkurnoma bilan 33-maktab direktori mamlakat Ravshanova taqdirlanadi. Tabrik, katta rahmat. Tabrik, martabangiz baland bo'lsin. Endi barcha ishtirokchilarga rahmat. Mana ishtirokchilarimizni shu yerda ishtirok etishini o'zi g'oliblik, oqsoqol. Mana shu xalqning ichidan chiqib, mana bu kishilarga minnatdorchilik bildiramiz. Nurmurat aka, siz boshliq mana hay'at a'zolariga minnatdorchilik bildiramiz. Nuroniy jamg'armasi viloyat bo'limi rahbariyati nomidan. Said Sobirovich bitta tanqid endi. Men har bitta ishtirokchiga nima sovg'a berish kerak, men u yerda belgilab berganman. Bu yerda hamma bir xil sovg'ani olib kelibsizlar. Bunga endi bundan keyin e'tibor berish kerak. Men birinchi o'ringa nima berish kerak, ikkinchi o'ringa nima berish kerak, uchinchi o'ringa nima berish kerak, men ularga topshiriq qilganman. Men aytgan narsadan bitta ham yo'q bu yerda. Uzr endi, sovg'alarimiz oddiy bo'lib qoldi. Navbatda bu safar tuzatamiz Nurmurat aka. Endi mana hamma ishtirokchilarga rahmat. Takror aytaman. Takror mana milliy qadriyatlarimizni, milliy odatlarimizni, diniy qadriyatlarimizni, milliy qo'shiqchiligimizni, maqom qo'shiqchiligimizni shu saqlab qolishda hamma samarqandlik nuroniylarga, tuman ahliga, mana Said Sobirov sizga,
muvaffaqiyatlar tilaymiz. Tumanga faqat yaxshilik kunlarga, xursandchiliklarga, bayramlarga kelaylik. Nabiralarni, farzandlarni boshiga omon bo'lingizlar. Katta rahmat, sog' salomat bo'lingizlar. Bir dakika. Azizlar, mana Do'naqul aka, Toshboyev, mana viloyat nuroniy jamg'armasi raisining birinchi o'rinbosarlari kelganlar. Vaqtlarini ayamay kelganlar uchun kuchligan minnatdorchilik izhor etamiz. Mana shu tadbirimizni o'tirganlari ham bir chiroyli bo'ldi-da. Bu maktabimizdan bir qancha nuroniylar kirib keldi. Mana maktab jamoasi ham endi yangi o'quv yiliga tayyorgarlik jarayonida turibdi. Men o'ylaymanki, bu yerda o'tirganlar hammalariga chiroyli sharoit bergan mamlakat opaga mana alohida rahmatlar aytamiz. Yolg'iz marhamat opa, dil so'zlaringiz bo'lsa. Assalomu alaykum, yana bir marta hurmatli nuroniy opaxon, otaxonlar. Bizning elimizda nuroniylar hamisha izzatda, hurmatda va buni biz yana bir marta bugun mana shu tanlov orqali guvohi bo'ldik. Ajoyib tanlov. Hamma mana ba'zilar endi ayrim sabablarga ko'ra mana bu yerda istiqbolda tashqariga chiqayotganda bunaqasi bo'lmagandi degan fikrlar bilan ketishi mana shu fikrimni tasdig'i deb o'ylayman. Sizlardan albatta mana shu bugun ajoyib san'atkorlarimiz e'tirof qilindi. Hammalaringizga sovg'alar, mana shu bugungi g'alabalar muborak bo'lsin deymiz. Sizlardan bitta katta iltimosim bor. Mana shu dargohda sizlardek san'atga oshno bo'lganlar ichida hech qachon kirib bo'lmaydi-da. Sizlarning duolaringiz bilan mana shu biz yangi o'quv yiliga bizga bir yaxshi duolar aytsangiz xursand bo'lardik. Eshigimiz nuroniylar uchun hamisha ochiq. Xush kelibsizlar deymiz. Rahmat hammaga. Endi ishtirokchilarga ishtirokchi rasmga tushaylik. Endi buni arxivga bera olamiz. Hamma ishtirokchilar marhamat. Yakın diyemcek istegoho hamma vilayatda mürüd. Yakın diyemcek. Dokretki Respublikadan buron. Nasıl? İlahi amin. Repsiya kayba. Ya bakın arkadaşım bölümde. İlahi amin. Yakınaş zamanımı tinçalan. Diyemez ama çiğ niyet maksudasız, niyet maksudasız ve astagarlar. Küçük kuvvetiyat olmayır bu. Hem motona peri ustaza madat kılan, kişi şikolar tutanazlar, rahatın safir başı.